Patogen ko'klar yunonchadan olingan bo'lib ko'kkos, don, sharcha degan ma'noni bildiradi. Harakatsiz sharsimon bakteriyalar. Ular sferasimon, ellipsimon, no'xatsimon va boshqa ko'rinishlarda uchraydi. Diametri 5 tort mikrometr. Sporalar hosil qilmaydi. Hujayralarning bo'linish soni va ularning bir-biriga nisbatan joylashish tartibiga qarab quyidagi shakllari farq qilinadi. Mikroko'klar, diplokokklar, streptokokklar, tetrakokklar, sarsinalar, stafilokokklar. Ko'pchilik gram musbat, ayrimlari gram manfiy. Tabiatda keng tarqalgan. Yashash sharoitiga ko'ra aerob yoki anaerob bo'ladi. Tuproqda, suvda, havoda yashaydigan aksari patogen ko'klar, saprofitlar odatdagi sharoitda zararsiz. Patogen turlari yallig'lanish va yiringli kasalliklarni qo'zg'atadi. Ko'pchilik patogen ko'klar gram musbat, ayrimlari gram manfiy bo'yaladi. Tabiatda ko'klar juda keng tarqalgan. Yashash sharoitiga ko'ra ular aerob yoki anaerob bo'ladi. Patogen bakteriyalar nafaqat odamlarda va boshqa hayvonlarda faol rivojlanadi. Ular ko'pincha o'simlik to'qimalariga ham zarar yetkazadilar. Ko'pgina patogen mikroblar organizmning tabiiy himoyasini jiddiy ravishda kamaytirish qobiliyatiga ega, natijada u atrof muhitning boshqa ta'sirlariga sezgir bo'lib qoladi. Bunday mikroorganizmlarning turlari juda ko'p, ularning har biri o'ziga xos kasallik keltirib chiqaradi.